Yo'lam akam. Men sizga nima deyishni bilmayman. Prosta 258 millionga siz komfortga ega avtomashina topib qo'ydim desam, nima deysiz? Bu bozorchi Qora kanaliga bor, marhamat qarang. 杨枝未到，紫气东来。 O'g'lar, hozir bu haqda to'liq ma'lumotni eshitamiz. Hozir mana menejerlardan so'raymiz. Mashinaning bittasiga qarang, 5 tuni avtomashinasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana o'zlari. Yaxshimisiz? Ishlar zo'rmi? Hurmatli, menga telefon qilganlar. Osh kim olib beradi, gasinsa kim qilib beradi desa, mana shu odam. Shu odam aytgan, shu odam bo'yniga olgan. Menga telefon qilibdi, ammo Kesalarsiz bemalol o'zim qilib beraman. eshitdingizlar, fonni qilib beradi. Aka, bu modeli qanaqa? Shu bomba model kelibdi bera. Bular Beston 70 modeli bo'ladi, 1,5 litr turbina motor, yangi restyling variant bo'ladi. Dizayniga ham e'tibor bersalaringiz, boshqacha yangi dizaynda ishlab chiqarilgan. Mashina FAV kompaniyasining brendlaridan biri bo'ladi. Bu FAV kompaniyasi, misol uchun Toyota, Mitsubishi, Mazda, Germaniya bilan shartnomada mashinalar ishlab chiqaradi. Bu ham o'sha kompaniyalardan modellaridan biri bo'ladi. Ya'ni dvigateli Yaponiya bo'ladi, korobkalari Mitsubishi bo'ladi. Yaponskiy brend aka. Bu yaponskiy brend texnologiyasi asosida ishlab chiqariladigan Mitsubishi. Kapotini bitta ochib ko'rsatib bera olamizmi shuni? Hozir hurmatli do'stlar, uni kapotini ham bitta ko'ramiz. Ideal holatda ko'rishlaringiz mumkin. Motorlarning korobkalari, ABS tormizda hamma narsalar ABS tormoz bo'ladi, duxboltning zigzag sifatida ishlaydi bular. Katta tezlikda ham bemalol tormizda bera oladi. Shunaqa. Mashina вообще, xullas do'stlar, ideal holatda. Bu zo'r mashina. Ana endi bunisini narxini men eshitib shokka tushdim. Buni ham narxini 258 million dedi. Shunaqa aka. Crossover avtomashina. Qo'yib aka, bu ham crossover, bu Beston T77 modeli crossover bo'ladi bu. Ichlari keng, katta, bunda ham barcha qulayliklari bor. 360 kamera disni, adaptivniy cruise control, yomg'ir datchigi, panoramniy luk, barcha funksiyalar bor. Misol uchun diskalari ham qarasangiz 19 bo'ladi. Chiroyli neobishni ishlangan, litiy alyuminiy qo'shmasida ishlangan bular ham. Hadovoylari nezavismaya, balki emas, mustaqil bo'ladi. To'g'risi crossoverlar вообще zo'r. O'zim ham crossoverga qiziqaman. Sababi bu katta qorinlik akalar uchun zo'r mashina. Panorama tom, panorama look. Polni ichlari elektronika bo'lib yotibdi. Bu gibrid emas. Yo'q, chisti benzin bu ham. Chisti benzinga. FAV kompaniyasining brendi Beston T77 modeli, ya'ni crossover bo'ladi bu. Gap yo'q, to'g'risi ko'rinishlari вообще zo'r, ajoyib. Xo'p, bu mashinaga Jetaur 290 ga skidga qo'yibsizlar. Skidga qo'yganmiz. Xo'p, aka, hozir mana bu Jetaur 290 plus modeli. Bunga mashinaning narxi 404 million edi. Hozir biz 40 million chegirmaga 364 millionga chiqarib beramiz. 360 million. Tovajon, Jetaur salonidan ham arzon sotyaptilar, kelib olinglar lekin. 360 million. Ana o'zlari realni aytayaptilar. Bemalol ular yolg'on kelganlaridan keyin unaqa gaplar bo'lmaydi. 360 million Jetaur. Aka, nima deyapti bu gaplar? Menga qarang. 406 million so'm bo'lgan, 40 million so'm shunga skidga qilib 360 million so'mga sotyaptilar. Gap yo'q. Barchalaringizni 5 tunni avtosaloniga kutib qolamiz. Pastga telefon raqamlarini qo'yamiz. Bemalol telefonlashib kelaverasizlar.